Hürmetli vatandaşlar, bugünkü leksiyalarımızı sözleyimiz, leksiyada sıdağa ediyoruz. Washington'da sözleyimiz, bugünkü ıslahı 2021 yıl 12. ayının 29. günü. Salamet olağına zatacım. Bu zukam avar kılıp koydu adamı. Nayti eğir iken jukumluk derecesi. Dikkat kılınlar vatandaşlar. Jukumluk derecesi pek eğir iken bu zukamның dikkat kılınlar. Hemen tünüyün şuna leksiyaya çıkanmadım, sözleyemeye kaldım sizlerden hep sorayım. Azatacım. Hemmine Allah selamet kılgay. Bugün sizlerge sözleydiği leksiyalarımındak. Leksiyadın evvel biri, enekli şekilde biri parça söz, bir leksiya sözü biteyli. Ötkende biz sizlerge dedik, dakanime deydi o diye. 25 ile 26 attırlıqdaki bir küllü kaldı cüngü üçün deydi o diye. Çünkü biz onun evveli sizlerge diyeni tok, cansıca dedi ki, bu kıtım maşanrını ürümtnime Şinjan'a, müstemliki Uyguristan'a yötkep geliş, teslim boğallık dedi, cansınca şindaq dedi dedik. Endi bu kıtım dakanime deydi o degende, o mu yani şundaq teslim buluştu, közü tutup, bu bir kıtım maşanrının yötkep gelinişi ve Çinçvengo'nun elip getilişi emez. O dedi ki sen bu kıtım şunda teslim buldun ki bir gün degen gep men müşahede mi? Şunda teslim buldun ki hazır 25 ile 26 oturluğunda bir gün var. 25 degen sözün manası Hristiyan alemi degen gep. Hristiyan dünyası hazır dünyanın bulun pişkakları için nur elip geldi hazırgıça. Endi sen 26 yoki 70 yıldan beri mavuzduğun için sosyalizm, mavuzduğun için komünizm kurman deb avarı boğan cüngü. Endi 26 değil 25'e qaytıp, muşu bir gün aralığında umum yüzlük Hristiyan alimi yani uçuk aytkanda Amerika Qo'shma Shtatlarga teslim bo'ladigan kun keldi. Çünkü sen hazır birinchi bo'lib Şinjan Uyghur Abnum rayonida teslim bo'lding. O sözün manası muşiken hürmetlik vatandaş. Anandakin dakanime deydi degende sözde bekilip hazır Şinjan Uyghur Abdunum rayonida kurulgan nazarband xonalari nazarband qilingan 1 milyondan ortiq Uyg'urni jazolaşsın ve ularni nazorat qilish uchun Jungo Kompartiyasi Şinjan Uyghur Abdunum rayonida 200 ming kishilik qurolli saqchi qism yoki harbiy qismlarni ishlatayotdi. Bu kısımlarda hesap emas, mesela mulazımlar, hizmetçiler, arqsap, aldın qısap, yemek, içmek uyu, kol qilish uyu, so'roq qilish degandek. Bu jariyalarni qo'shganda qanchalik qurolli qism ishlayotidu. Buni bir nima demak tez deydi. Bo'libmi Xotan atrofidagi rayonlarda yezilar qurilgan jazo lagerlarini boshqarayotganlar yerliklar emas deydi. Yoki Zhejiang o'lkasi yoki Guangdong o'lkasiga topshirib berilgan deydi. Shu yerdan shahchilar kelib, Guangdong o'lkasi, Zhejiang o'lkasidan shahchilar kelib, Uyg'urning Xotan viloyatida Uyg'urni boshqarayotdi. Nazarband qilyotdi. Ularni so'roq qilyotdi, qiynayotdi deydi. Dakan deydiki, hojati qanchalik? Sen bugün Prezident Joe Biden imza koyuş bilen tanla Uyghur kanununa. Mesela Uygurların mecburi emgek silişten aldığını eliş kanununa imza koyuş bilen tanla aldırıp tünep Çinçvengo'nu elbettin. Bu yerdeki sır ne dedin? Ben sana şunu eğitimem ki o sır fakat bir günün içinde teslim buluşun kirek. Dakan nime deydi onun köz karışı, teslim buluşun kirek. Onun evveli Cansınja'nın köz karışı nimeydi, teslim boldu. Teslim buluşun kirek. Demek iki vaziyet ana şundak. Şunun nispeten eğitkandı bir gen silege mundak deyimizde vatandaş. Deydiğimiz hazır. Tuvi torbiti makale ilan kılıp makalının mavzusunu mandap koydu. Ben bunun bir ta'kidlay. Bu maşanrı degen vatan müstemliki vatanga Uyg'urning vataniga kelib
yoki gubernator bo'lib kelib, nima dedi? O'zgarmaydi, siyosatda cho'ng o'zgarish bo'lmaydi degan gapni og'zidan chiqadi. Shuning bilan to'rbetlari gazetlarda shin xo'shagishi maqolalar e'lon qilib o'zgarmaydi degan so'zini ta'kidladi. Bugun tuyuqsizlar Doviy to'rbeti mundaq mavzu qo'ydi. Avval mavzuni yetkazimiz sizlarga mundaq mavzu qo'ydi. Jungo Kompartiyasi 20-qurultayı Maşengrey Şinjan'ı başqurdi. Şinjan Uyghur Avtonom rayonini başqurdi. Jungo Kompartiyasining Şinjan'ı başqurish siyosatida nozik o'zgarish yuz berdi. Tushundingizmi? Tunugun inkor qildimi yo'q dedim. Bugun endi bu qachon 12-ayning 28-kundagi Doviyning maqolasi nima deydi? Jungo Kompartiyasining Şinjan'ı başqurish siyosatida nozik o'zgarish yuz berdi deydi. Demak, nozik o'zgarish nimaga qaratilgan o'zgarish? Amerika boshchiligidagi g'arb dunyosiga nima deb javob bersan, jazo lageri to'g'risida. Amerika boshchiligidagi g'arb dunyosiga nima deb javob bersan, so'yqirim to'g'risida. Amerika boshchiligidagi g'arb dunyosiga nima deb javob bersan, Şinjan'ning iqtisodiy ahvoli to'g'risida. Demak, bugun biz buni eg'izga olaylik. Biz hozirgi siyosat va turma azob jazo lageri qiynashlarni so'zlab keldik. Mushu kungacha Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonining iqtisodiy ahvoli nima? Biz buni eg'izga olmadik, chunki bu to'g'rida kelayotgan so'zlarimiz ko'p emas. Bu qatam bu masalalarni o'tirg'i chiqishga boshladi vatandoshim. Qanday o'tirg'i chiqishga boshladi? Chunki prezident Joe Biden Uyg'urlarni majburiy emgakka solishdan saqlanish qonuniga imzo qo'ygandan keyin bu iqtisodga berib chaqildi. Chetilgan vaqtda nima dedi? Chetilish doirasi intayin keng dedi vatandosh. Ondan keyin chetilish doirasidan boshqa andin cheklash doirasi intayin keng deyildi qonunda vatandoshim. Qonunda shundaq deyildi. Endi mushu ishki ichida 27-28 kuni Amerika Qo'shma Shtatlarida yana ishki siyosat o'tirishi birisi takrorlandi. Masalan, boykot qilish, diplomatik boykot qilish, Beijingda o'tkaziladigan qishliq olimpikni diplomatik boykot qilish Amerika o'zgartmaydi. Buni bir takrorladi 28-kuni. Eng muhimi ikkinchi bir qonun bilan davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasiga prezident Joe Biden imzo qo'ydi, rasmiy ko'chkiga bo'ldi. Buni da Tayvan masalasi. Uyg'uriston masalasi bo'yicha nima dedi? Davlat mudofaa ministrligi deyildi bu qonunda Uyg'uristondan majburiy emgak salish bilan ishlangan mahsulotlarni import qilmasligi kerak. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mudofaa ministrligi Uyg'uristondan majburiy emgak bilan ishlangan mahsulotlarni qabul qilmasligi kerak degan boshqani qo'yib turayli, paxta mahsulotlari. Davlat mudofaasiga harbiy qismlarga ishlangan paxta mahsulotlari. Hayron qilasizda albatta, buni bilasiz vatandosh. Harbiy ishlar, hospital deysiz, davolash ishlari deysiz, yana qanday joylarga ishlatadi paxta demak. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mudofaa ministrligi paxta import qilishni cheklandi. Amerika buni to'g'ri tepib, tekshirishdan tasdiqdan o'tkazmay turib, har qanday mahsulot avtonom rayonda ishlangan, uning Amerika bozoriga kirishga ruxsat yo'q. Bu iqtisodiy zarba. Endi tuvanda biz sizlarga so'zlaydigan leksiyani qarab turinglar vatandoshlar. Bu iqtisodiy ziyonning nima ekanligi to'g'risida yana Johnson Jay'ning so'zlagan so'zi bor. Bu so'zlarni sizlarga yetkazamiz vatandoshlar.